Kimdir opa-singil bor, qo'lni ko'tarsin. Oilasi opa-singili bor. Radno yoki neradno farqi yo'q. Neradno. Ana endi bola qaraydi. Shuncha bolani o'qitganman va ko'p qizlarni ham o'qitganman. Sizga savol. Opanglar yoki sininglar ko'chada bola bilan qo'l ushlashib yurishini xohlaysizlarmi yo'qmi? Tasavvur ko'chada qo'l ushlashib yuribdi. Balki bola beldan ham quchoqlab olgandir. Xohlaysanmi? Yo'q. Ana endi qara, qizlarning fitrati shunaqaki bo'ldi. Qiz bola qatdan e'tibor olsa o'sha yoqqa ketadi. Mendan so'rasang, Bekzodagi qizni qaysi qizni, qanaqa qizni gap bolalar bilan gaplashadi desang, men aytaman. Adasi, akasi yoki ukasi zo'r muomala qilgan qiz hayotda bolalar bilan gaplashmaydi. Xoh chiroyli qiz bo'lsin, xoh xunuk qiz bo'lsin, farqi yo'q. Sen adasi, akasi, ukasi zo'r muomala qilib, eng zo'r gullarni olib kelib, eng zo'r shokoladlarni berib yurgan qiz ko'chada boshqasi Lamborghini bilan kelmaydimi? Rolls-Royce bilan kelmaydimi? Damini berib yuboradi. Lekin adasi, akasi, ukasi uni behurmat qilsa, xafa qilsa, ustidan kulaversa, kamsitversa, xafa bo'lmayu, bir turq suv ko'chadan qirqib olgan bitta gul bilan ham o'rab ola oladi. O'zingizlar ko'rmadinglarmi hayotda? Chiroyli qiz xunuk bolalar bilan gaplashadi. Ko'rganmisizlar? O'san o'ylab qolasan, qanaqa qilib shunaqa chiroyli qiz men turganda, men xunuk bola bilan gaplashyapti deb o'rganmizmi? Bo'lgani, bola shundan e'tibor ololmagan qizni arzimagan bolaga ham aldanib ketaveradi. Siningni, opangni agar birovni quchog'ida, birovni qo'lini ushlab yurganini ko'rish xohlamasang, bugundan boshlab eng zo'r muomalani qil. Qiz bolaning fitrati shunaqa, xohlaysanmi yo'q? Kelishdingmi bolalar? Har hamma narsa qil. Qizlar nimani orzu qiladi, hammasini qil. Qulubni shokoladga botirgan qulubnimi? Obor. Gullarni yulib olib ko'chada hech nima qilmaydi bolalar. Sening opangga arziydi. Bor, yulib boradi bog'idan. Quylab qolsin, qo'raversan. Egasi quylab qolsin, hoy deb qo'ysa mayli. Sening opangga olib borasan. Magazinga kir, karzinga kirdi, qizlar nimani orzu qiladi? Karzinga kirdi, seni o'tqiz. O'tirdi. Savatchaga. Itaradigan kalasiga. O'tirdi. Echaki, o'tirdi. O'tkazib aylantir. Kursam bo'lsin, sen bilan eng zo'r vaqtlarni o'tkazsin. Ko'chada qaysidir bola gul bilan shokolad olib kelsa, damini berib yuborsin.